Orzusi katta sovrin yutish, Oltin to'p, Chempionlar Ligasi yoki qaysidir chempionatni. Lekin futbolda hammasi ham omad yoki yaxshi natija qayd etgani uchun berilmaydi. Ba'zida nohaqliklar bo'ladi. Bugun shunaqa vaziyatlardan 10 tasini eslaymiz. Ya'ni qaysidir futbolchi juda ham zo'r natija ko'rsatgan va mana shu sovrinni yutish kerak edi. Lekin qaysidir ma'noda boshqa odam o'g'irlab ketganlarini. Ya'ni sizlar so'ragan mavzu. Top 10 futbolda o'g'irlangan sovrinlar. Like bosib, tezroq 50 mingta obuna bo'lishimiz uchun obuna bo'lib qo'ying. Biz esa boshlaymiz. 10-o'rin 2018-yilgi Chempionlar Ligasi finalidagi vaziyat. Real Madrid, Liverpool ikkita jamoa ham ajoyib mavsum o'tkazgan. Ayniqsa Liverpool safida debyut mavsumida Salah 58 ta gol plus assist statistikasini qayd etgan. Lekin o'zining birinchi Chempionlar Ligasi finalidayoq Salah 25-daqiqada xayrlashgan. Bunga sabab Real Madrid himoyachisi Sergio Ramos qo'pol o'ynab uning yelkasiga jarohat yetkazgani bo'ldi va Liverpool o'zining lider futbolchisiz qolgan. Ekspertlar fikriga ko'ra, aynan Salah yo'qligi Liverpoolga ruhiy tomonlama zarba bo'lib, mag'lubiyatga olib kelgan va agarda shu vaziyat bo'lmaganida Liverpool bu o'yinni g'olib chiqishi ham mumkin edi. Aytgancha bu vaziyatga Ramosga hattoki qizil ham berilmagan. 9-o'rin. Argentina 2022-yil jahon chempioni bo'lmasligi kerak edi deb o'ylashadi ko'pchilik va mana nega. Jahon chempionati 2022 chorak final. Niderlandiya terma jamoasiga qarshi 70 daqiqagacha hisob 1-0 Argentina foydasiga va Argentina himoyachisi Acuña yiqilib terma jamoa uchun penalti ishlab bermoqda. Ammo lekin biroq gollandlar baribir ikkita gol urib penaltida mag'lub bo'lishgan. Shunda agar o'sha gol hisobga olinmaganida va bu yoqdan Gollandiya ikkita gol urganida, gollandlar yarim finalga chiqib balki jahon chempioni ham bo'lishi mumkinmidi? 8-o'rin. Bu yilgi oltin to'pni Vinicius yoki Bellingham yutadi desam, natijada Rodri yutib turibdi. O'zi Vini nega yutish kerak edi? O'sha videodan lavha ko'ramiz. Ikkinchi sabab Chempionlar Ligasi. 10 ta o'yinda 6 ta gol va 4 ta assist, ya'ni 10 ta golli natija. Bu prosta wow. Eng asosiysi barchasi muhim va jamoasiga g'alaba keltirgan gollar, xususan guruh bosqichi, nimchorak finaldagi gollar, yarim finaldagi Bavariyaga dubl va asosiysi finaldagi Borussiyaga qarshi g'alaba gol. Va yana bitta juda muhim narsa bor. Bu yildan oltin to'p faqat Frans futbol tomonidan topshirilmaydi. Endi oltin to'p huquqini UEFA ham olgan. Bu degani asosan Chempionlar Ligasidagi ko'rsatkichlar qaraladi. Vaholanki Vini o'tgan mavsum Chempionlar Ligasining eng yaxshi futbolchisi. Rodri o'zining eng yaxshi mavsumini o'tkazdi deyish ham noto'g'ri. Chunki fikrimcha 2 yil avval City treble qilgan mavsum Rodrining o'rni katta edi. Lekin bu mavsum yutdi. Asosan Yevro chempionati va xulq-atvori yaxshi bo'lganligi uchun. Lekin agar faqat shu kriteriyaga qarasak, unda menimcha Carvajal ham yutishga haqli edi. Yevro bor, yaxshi xulq-atvor, yetmaganiga Chempionlar Ligasi ham bor. 7-o'rin. 2013-yilgi oltin to'p va treble qilsa ham sovrinsiz qolgan Frank Ribery. 2013-yili Frank Ribery 51 uchrashuvda 13 ta gol va 16 ta assist qilib Bavariya bilan Bundesliga, Germaniya Kubogi va Chempionlar Ligasini yutgan. Ideal mavsum, navbatdagi fransiyalik oltin to'p sohibi deb o'ylashgan Bavariya va Fransiya terma jamoasi muxlislari. Natijada esa Cristiano Ronaldo yutib ketgan. Faqat birorta sovrinsiz. Shunchaki Ronaldo 64 ta o'yinda 59 ta gol va 11 ta assist qilganligi uchun va bo'ldi. Boshqa sabab bera olmayman, chunki ularni o'zi yo'q. 2013-yilda terma jamoa turnir bo'lmagan yoki Ronaldo o'sha yili Chempionlar Ligasini yutmagan. Faqat va faqat gol va assistlari uchun 2013-yilgi oltin to'pni aynan Cristiano Ronaldo yutgan. 6-o'rin Janubiy Koreya va 2002-yilgi jahon chempionatidagi g'alati vaziyatlar. O'zi 2002-yilgi jahon chempionat Janubiy Koreya va Yaponiya davlatlarida o'tkazilgan va qarabsizki, Janubiy Koreya 1-8 da Buffon, Totti, Maldinilari bor Italiyani, chorak finalda Ispaniyani yutib, yarim finalga chiqqan. Demak, Koreya shu darajada kuchli bo'lganmi? Yo'q, hammasi bu yerda pulga taqaladi. 1-8 da Italiyaga qarshi o'yinda-ku umuman oltin golgacha o'ynashgan. Ma'lumot uchun futbolda oldin oltin gol degan qoida bor edi. Hozirgi extra time o'rniga.
Ikkita time 15 daqiqadan, xuddi hozirgi extra timedek. Agar shu vaqt ichida hech kim gol urmasa, penaltilar bo'ladi. Agar ursa, o'yin o'sha zahoti tugaydi. Xullas, Italiyaga qarshi o'yinda ekvadorlik hakam koreyaliklar qo'pol o'ynashsa ham indamagan. Italiya hujumchisi Tottiniku umuman g'alati vaziyat uchun qizil berib chiqazib yuborgan va hokazo. Oltin golni koreyaliklar urgan va chorak finalda Ispaniyani penaltilar seriyasida yutishgan va u yerda ham hakam tomonidan juda ko'p xatolar, qovun tushirishlar bo'lgan deyishadi. Aytishlaricha, Yevropada o'sha 2002-yili bu turnir Koreya uchun o'tkazilibdi degan gap trend bo'lgan ekan. Va yarim finalda finalchilariga yutqazgan Germaniyaga, 3-o'yin uchun kurashda esa Turkiyaga. Menimcha yutqazishgan, chunki hakamlar juda ham ko'p pul so'rashgan bo'lsa kerak. 5 va 4-o'rinlarni bitta qilib yuborishga qaror qildim, chunki ikkalasi ham Messi yutgan oltin to'plari haqida. Ja, hammasi emas, 8tasi emas, hozircha ikkitasi. 2010 va 2023. 2021-yil Lewandowski, 2015-yil Neymarchi deshingiz mumkin, lekin tan olish kerak, o'sha mavsumlari Messining foydasi ham oz bo'lmagan. 2021-yil 44+14 statistikasi va Copa America, 15-yil esa Chempionlar Ligasida Neymardan kam o'ynamagan. Lekin 2010 va 23lari sal boshqa mavzu. Demak, 2010-yili statistika yomon emas. O'sha paytlari Messi uchun stabil 40+ bor. Lekin o'sha yili Messining oltin to'p uchun kurashgan raqiblari deyarli hamma narsani yutishgan. Iniesta, Xavi Ispaniya bilan Jahon chempionati, Barsa bilan La Liga, Wesley Sneijder esa Inter bilan Chempionlar Ligasi, Jahon chempionati finaliga Gollandiyani olib chiqqan. Iniesta, Xavilarsiz na Barsa, na Ispaniya, Sneijdersiz na Inter, na Gollandiya bir nimaga erisha olgan bo'lar edi. Bu bor fakt. Lekin natijada oltin to'p Messida. Mayli, bundan o'tamiz. Endi 2023 ga kelsak. Bu yerda gollar bo'yicha Messi ko'proq edi, statistikasi ko'proq edi degan bahonalar yo'q. Holland gol plus assist bo'yicha 65, Messida 61. Sovrinlarga kelsak, Hollandda Man City bilan APL, Angliya Kubogi, Chempionlar Ligasi, APL to'purari, Angliya Ligasi tarixida bir mavsumda eng ko'p gol urgan futbolchi va hokazo. Messida esa faqat Liga 1 chempionati va 1,5 yil oldin yutilgan Jahon chempionati. Lekin reglament bo'yicha Messi yutgan Jahon chempionati 2023-yilgi oltin to'pga umuman ta'sir o'tkazmasligi kerak edi, chunki Jahon chempionati 2022-yili qishda o'tkazilgan. Lekin Frans futbolga farqi yo'q. G'olib Lionel Messi. 3-o'rin, yana oltin to'p. O'zi bu videoda oltin to'p mavzusi ko'p bo'lishi aniq edi. Shunga hayron qolish yo'q. Demak, 2018-yilga Modric yutgan, lekin menimcha boshqa futbolchi yutishi kerak bo'lgan oltin to'p. Demak, 2018-yili Real Madrid ketma-ket 3-Chempionlar Ligasini yutgan. Ronaldo turnir davomida 15 ta gol urgan. Umumiy statistikasi esa 55 ta o'yinda 54 ta gol, 8 ta assist. Jahon chempionatida Ispaniyaga guruh bosqichidagi hat-trick va hokazo. Oltin to'pni esa o'sha Jahon chempionatida Xorvatiyani finalga olib chiqqan Modric yutadi. To'g'ri, bu ham katta natija. Xorvatiyani finalga olib chiqish, Argentinaga gol urish va hokazo zo'r, super. Lekin nega unda har doim terma jamoadagi statistikalarga e'tibor qaratilmagan? O'sha Iniesta, Xavi, agar gollar muhim bo'lsa, nega unda Ronaldoga berilmagan? Menimcha bu savollarga javob topish ilojsiz. 2-o'rin, yana o'sha 2018-yilgi mavsum va yana Ronaldodan tortib olingan sovrin. Endi Pushkash. 2018-yili chiroyli gollar ko'p bo'lgan. Balening Liverpoolga akrobatik goli, Ronaldoning akrobatik goli Juventusga, Argentina darvozasiga Pavard, Cheryshev, Quaresma va hokazo. Lekin bilmadim qanaqasiga sovrinni shunchaki APL doirasida muhim bo'lmagan, endi Ronaldo va Balening gollariga qaraganda chiroyli bo'lmagan Salahning goli yutib ketgan. Ronaldo yoki Bale'niki ancha muhimroq va chiroyliroq edi. Menimcha bu gapga hattoki Messining fanatlari ham qo'shilsa kerak. 1-o'rin Lewandowski va unga berilmagan oltin to'p. Eng qizig'i, uni boshqa odam yutib ketmagan, boshqa futbolchi tortib olmagan. Shunchaki oltin to'pni bekor qilib yuborishgan. 2019-20 mavsum koronavirus futbolga ham yetib keldi. Biroz muddat biz umuman futbolsiz qoldik. O'sha mavsum Lewandowski mavsumni yondira boshlagan. Muxlislarsiz futbol bo'layotgan payt ham Lewandowski gol urib kelgan. 52 ta o'yinda 59 ta gol va 9 ta assist, plus Bundesliga, Germaniya Kubogi, Chempionlar Ligasi, ya'ni treble ham bor. Boshqa futbolchilar bu darajada o'sha mavsum o'ynashmagan. Bu uning mavsumi edi. Lekin nega bilmadim, Frans futbol o'sha mavsum
Covid-19 sababli oltin to'pni bekor qilgan. Lekin UEFA va boshqa sovrin topshirish marosimlari bo'lib o'tgan. Shunchaki jurnalist va muxlislarsiz. Faqat oltin to'p emas. Haligacha tushunmayman, nega shunchaki topshirish marosimlarisiz ham yetkazib berishmagan? Nega bekor qilishgan? deydi futbolchining o'zi. Jahli chiqqan Lewandowski keyingi yili ham 59 ta emas, mayli 56 ta gol urib, zo'r mavsum ko'rsatgan. Lekin bu safar kim yutganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Ba'zida futbolda nohaqliklar bo'lib turadi. Siz u biz mana shu futbolchi qaysidir sovrinni 100% yutish kerak deb turganimizda boshqasi ilib ketadi. Siz yana qanaqa vaziyat va voqealarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Shuhrat bo'ldi. Shuhrat A kanali. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.